Uyghur tili ma'rif sohasidan siqib chiqarildi. Qrim xabar agentligining 30-iyul kuni bergan xabarda bildirilishicha, Xitoy tajovuzchilari Sharqiy Turkistonda Uyghur tilini ma'rif sohasida bir butun amaldan qoldirish uchun bir qator belgilamalarni yo'lga qo'ygan bo'lib, bu belgilamalardan qaraganda to'liqsiz o'ttira va universitetlarni o'z ichiga olgan ma'rif sistemasida Uyg'urcha qo'llanishni cheklaganligi o'tirg'i chiqqan. Atalmış qo'sh til o'qitish nomi bilan 90-yillardan boshlab Uyg'ur tilini qadam-qadam o'qitish sohasidan siqib chiqarishga urinib kelayotgan Xitoyning qilmishlari o'zi tuzgan Xitoy qonuniga butunlay xilof. Xitoy asosiy qonunda atalmış avtonom rayonda yashaydigan millatlarning o'z tili bilan ma'rif tarbiyasi elib berish yo'lliq deb belgilangan. 90-yillardan keyin o'tirib qo'yilgan qo'sh til ma'rif hiyilasi va bara-bara Uyg'ur maktablarini bir-birlab amaldan qoldirib taqib etishga boshlagan. Natijada Sharqiy Turkiston ma'rif sohasida jiddiy shaklda Xitoy tilini qo'llanish avj oldirilgan. Buning uchun atalmış qo'sh til ma'rifi shuari va qattiq siyosiy besim qo'llandi. Uyg'urcha maktablar bir butun taqilib, ko'plab atalmış qo'sh til maktablari va Xitoycha maktablar hamma yerni qopladi. Sharqiy Turkistonning yer osti boyligi dunyoda muhim o'rin turadiganligi bildirildi. İslam Bülteni To'rining 1-avgust kunidagi xabarda Sharqiy Turkistondagi tabiiy boyliqlarning Xitoyda oldin qatori turadiganligi, dunyo rat tartibida eng muhim bo'lgan tabiiy boyliqlar joylashgan rayon bo'lib hisoblanganligi bildirilgan. Xitoyning rasmiy tashviqot organidan biri bo'lgan Yezi İstimal gazetining Ipak yo'l konchilik va hamkorlik birlashmasining payilib bergan xabarda Xitoy o'tirib qo'ygan bir balvoq, bir yo'l Ipak yo'li planiga kirgizilgan 32 xil kon mahsulotlari ichida 16sining Sharqiy Turkiston tuprog'iga joylashganligi tilga olingan. Hamda bu yer osti tabiiy boyliqlarning mutlaq ko'p qismining energiya sohasiga ishlatilganligi. Bularning bir balvoq, bir yo'l planidagi energiya manbasi uchun intayin muhim bo'lgan o'rin Sharqiy Turkistonga joylashganligi. Shunga bu sohadagi tadqiqotchilar Sharqiy Turkistonni iborat bu tuproqni bu mavqedagi oltin kamar deb atalganligi bildirilgan. Tadqiqotchilar Xitoy doiralarining Sharqiy Turkistonga bu qadar besim va qattiq qo'lliq siyosatlarni yurgizish va har xil hujumlarni elib berishining bu tuproqdagi haddi hisobsiz boyliqlarni mangu o'zining qilaverishini maqsad qilganligi bildirishmoqda. Turkiya parlamenti raisi Uyg'urlarni qabul qildi. İstanbulda faoliyat elib berayotgan Sharqiy Turkiston ma'arif va hamkorlik jamiyati raisi Hidoyatullo O'g'uzxon Sutchi Imom Universiteti İlahiyat Fakulteti o'qituvchisi doktor Olimjon Bug'da, Turkiya sobiq parlament a'zosi professor doktor Jalal Arbay qatorliqlar 28-iyul kuni tushdan keyin Turkiya parlament raisi Ismoil Qahramon tarafidan Anqara parlament binosidagi ishxonasida qizg'in kutilindi. Arqadan Turkiya parlament a'zosi qonun komiteti mas'uli, ko'chmanlar idorasi mas'uli va Turkiya bosh ministrligiga qarashliq munosabatlik idora jamiyatlarining mas'ullarining qabul qilinishiga erishib, hozirgi Uyg'urlar masalasi va ularning navbatdagi qiyinchiliklari, Misrdan kelgan Uyg'ur o'quvchilar masalasi hamda munosabatlik hal qilishga tegishli ishlar to'g'risida talablarini yetkazdi. Uchrashda Turkiya parlamenti raisi Ismoil Qahramon Sharqiy Turkiston da'vosi safidagi boshlamchilardan biri bo'lgan Isa Aliptikin haqida to'xtalib o'tdi. Hamda Turkiyada turayotgan Sharqiy Turkistonlik Uyg'ur muhojirlar masalasiga diqqatli bo'layotganligini, tilga olingan ba'zi masalalarni hal qilish uchun tirishchilik ko'rsatadiganligini bildirdi. Kurashlari bulungan rahbarlarga Misrdagi o'quvchilarning masalasi va Turkiyada turayotgan Uyg'urlarning navbatdagi ahvol nuqtaliq tunishtirish bilan birga Misrdagi Uyg'ur o'quvchilarga qaratilgan tutqun qilish harakati va ularni Xitoyga qaytarish xavfi o'tirg'i chiqqandan keyin Turkiyadagi bir qism Uyg'urlardami ba'zi andisha va ansirashlarning bo'lganligi o'tirg'i qo'yildi. Va bu haqda Turkiyada hech qanday ansirash va andishlarning o'rni yo'qligi bildirildi. Dolqun Isa Italiyada tutqun qilinib qo'yib berildi. Qrim xabar agentligining 27-iyul kuni bergan xabarda bildirishicha, Dünya Uyg'ur Qurultiyi bosh kotibi Dolqun Isa'ning vakolatsiz millatlar va xalqlar tashkiloti bilan Italiya radikal zo'ravonlik qarshi partiyasi birlikda uyushtirgan Italiya parlament a'zosi Luigi Compagna sahibxonligidagi Italiya parlamenti ochilgan yig'inga kirishga ruxsat qilinmagan. Xabarda Dolqun Isa'ning Italiya parlamenti oldida o'zini saqlayotgan Italiya axborot kuchlari tomonidan kimligi tekshirilganligi,
Keyin yig'in echilayotgan maydonga kirishga ruxsat berilmaganligi bildirilib, tutqun qilinganligi ilgari surilgan. Shuningdek keyin Italiya parlament a'zosi Luigi Compagna va vakolatsiz millatlar va xalqlar tashkiloti mas'ullari bu haqda qattiq inkos bildirgan hamda yig'inni radikal zo'ravonlik qarshi partiyasining markazida echishni qaror qilgan. Dünya Uyg'ur qurultiyi Dolqin Esoning tutqun qilinganligini aslo qabul qilg'il bo'lmaydiganligini bildirib, Italiyaning Xitoyning xohishi bo'yicha harakat elib borganligiga qarshi norozilik bildirgan va axborot vositalari orqali Italiya o'zi mustaqil ish qila olamdi degan savolni o'tirib qo'ygan. Çavuş o'g'li Xitoyda ziyorat bo'ldi. Xabarlar to'rining 3-avgust kuni bergan xabarda Beijingdagi Xitoy davlatlik mehmonxonasida Turkiya tashqi ishlar ministri Mevlut Çavuş o'g'li bilan har qaysi hay'atlar va ikki taraf uchrashish elib berilgandan keyin Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi o'rtaq axborot e'lon qilish yig'ini echib, Turkiya bilan bo'lgan munosabatlar, rayon va xalqaroliq masalalar to'g'risida bayonot e'lon qilganligi bildirilgan. Wang Yi bayonotida Turkiyaning bir Xitoy siyosatiga tutgan qo'llash pozitsiyasini tabriklaydiganlik, ikki tarafning sezgur masalalarida o'zaro bir-birini qo'llash kerakligi haqida to'xtalgan va xalqaroda nihoyat muhim o'rin tutib kelayotgan Turkiyaning xalqaroliq masalalarga texmo aktiv qatnashishini umid qildiganligini bildirgan. Wang Yi so'zida bir ballog bir yo'l plani bilan o'ttira koridor loyihasini cho'ridab, o'zaro hamkorlik va ikki tarafning terror bilan bo'lgan kurashdagi hamkorligini kuchaytirish, o'rtaq bexatarlikni qo'g'dash qatorliq masalalarda Turkiya tashqi ishlar ministri Çavuş o'g'li bilan o'rtaq fikrda ekanligini tilga olgan. Hamda Xitoy Turkiyaning egilik huquqi, muqimligi va bexatarlikni qo'g'dash yo'lidagi tirishchanliklarini keskin bir shaklda qo'llaydiganligini bildirgan. Undan boshqa Falastin va Masjidil Aqso masalasi haqida to'xtalib, agar Falastin masalasi hal bo'lmay turib, O'rta Sharqdagi tinchlik va xotirjamlikni mumkin bo'lmaydiganligini, buning uchun o'zaro so'zlashish va muzokara yo'li bilan hal qilish kerakligini, Falastin masalasida Xitoyning Turkiya bilan o'rtaqlik ekanligini tilga olgan. Turkiya tashqi ishlar ministri Çavuş o'g'lining Xitoyga qilgan ziyorat asnosida Xitoy axborotlarida Turkiya Sharqiy Turkiston islom harakatini rasmiy turda terrorlik tashkilot deb e'tirof qildi. Buning bilan Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Turkiya tashqi ishlar ministri Çavuş o'g'lini olqishladi degan mazmunlarda xabar berilishga boshlagan. Bu to'g'rida xalqaroliq xabar agentliklari bo'lgan Yevropa xabarlarda bu xabarning to'g'riligi texnik aniq dalillanmagan va bu haqda biror bayonot e'lon qilinmagan bo'lg'achqa, bu haqda keskin ibora ishlatmaganligi bildirilgan. Trump buyruq qilsa, Xitoyga yadro quroli bilan hujum qilaman. Sputnik to'rining 27-iyul kuni bergan xabarda Amerika Tinch okean floti qo'mondoni Sipit har qanday Amerika askarining prezidentdan kelgan buyruqni ijro qilishga qasam qilganligini, agar Donald Trump buyruq qilsa, Xitoyga yadro hujumi elib berishga tayyor ekanligini bildirgan. Amerika armiyasidagi barliq askarlarning Amerika asos qonunini qo'g'dashga va bosh qo'mondon unvoniga ega Amerika prezidenti va u ko'rsatgan qo'mondonlarning buyrug'iga qat'iy bo'ysunishga qasam qilganligini tilga olgan. Sufit Amerika demokratiyaning dal o'zidir. Qachonki bir armiya tekshirilishdan ayrilib qolsa, nihoyat cho'ng masala bor deganlarni ifodalagan. Amerika Tinch okean floti qo'mondonining bu so'zlari Amerika Markaziy istixborot idorasi mudiri Mikhail Pompeoning uzun vaqtdan buyon Xitoyning Amerika uchun cho'ng bir tahdid bo'lganligi to'g'risidagi so'zlaridan keyin o'tirg'i chiqqan. Xitoy raisi o'z qo'rqinchisini oshkorlab qo'ydi. Ulusal to'rining 1-avgust bergan xabarda bildirishicha, Xitoyning markazi bo'lgan Beijingning Tiananmen maydonida Xitoy armiyasi qurilganligining 90 yillik munosabati bilan cho'ng marosim o'tkazilgan bo'lib, marosimda Xitoy raisi Xi Jinping so'z qilib, Xitoy tuprog'ining bo'linishiga asla yo'l qo'ymaymiz deganlarini tilga olgan. Bu marosimga Xitoy doimiy komitet va hukumat a'zolari birlikda yuqori qatlam harbiy amaldorlaridan tarkib topgan 2000 atrofidagi kishi qatnashgan. Xitoy Xi Jinping ya'ni hech kimning hech qanday bir tashkilot yoki siyosiy partiyalarning har qanday shaklda bir g'arich tuproqni bo'lishga qat'iy yo'l qo'ymaydiganligini bildirgan. Tahlilchilar Xitoy raisining bu xil iboralarni qo'llanishining ichki qismidagi yoshirin xavf va bo'linish alomatlarining kun sayin kuchayib borayotganligini ko'rsatib berganligini, Xi Jinping taxtga chiqqandan keyin
xalq ustidagi zulmning necha qat oshqanligi va buning qarshi xalq qarshilik harakatlarining rahimsizlarcha bostirilishining orqasida g'oyat zo'r xavf va qarshilik alomatlarining borligini, buni his qilgan Xitoyning bu haqda oldin maydonga chiqib, o'zining yoshirin darajadagi og'ir tahdid ichida turayotganligini hamda o'zining qo'rqayotganligini oshkorlab qo'yganligini bildirishmoqda. Amerikadagi Xitoy konsulxonasi hujumga uchradi. 2 avgust kuni saharda Amerikadagi Xitoy konsulxona binosida hujum qilish voqeasi yuz bergan. Son daqiqa to'rining 2 avgust kuni bu haqda bergan xabarda Amerikaning Los Anjelesdagi Xitoy konsulxonasiga 60 yoshlar atrofidagi Osiyolik o'xshib ketadigan bir odam qurolli hujum qilgan. Hujum jarayonida o'yatpay o'q atgan va orqadan o'zini o'ldirib olgan. Saqchilarning bu haqda bergan ma'lumotiga qaraganda, shu yer vaqti soat 6 atrofida yuz bergan voqeada hech qanday o'lim yetim yoki yorilish ahvollari ko'rilmagan. Los Angeles saqchixonasidan Mixail Lopez bu hujumning konsulxona taqoq vaqt yuz berganligi va buningdek hujumlarning ko'p qatim yuz berib turadiganligini bildirgan. Voqea yuz bergandan keyin Xitoy konsulxonasi voqeaning o'zini noit cho'ng sarosimiga solganligini bildirib, Amerikadan bu konsulxona binosining va bu yerdagi diplomatiya xodimlarining bexatarligini qattiq qo'g'dishi va buningdek voqealarning oldini olishi lozimligini talab qilgan. Hujumchining kimligini texi aniq qilmagan ahvolda Xitoy tarafidan chiqilgan Xinhua agentligida hujumchining Osiyolik o'xshaydigan 60 yosh atrofidagi kishi ekanligi xabar qilingan hamda uning o'yatpay o'q atganligi, konsulxona binosi va derazalarida o'q izlarining borligini tilga olgan. Sharqda urush signali chalinishga boshladi. Akşam to'rining 31-iyul kuni bergan xabardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy, Shimoliy Koreya, Yaponiya va Hindiston qatorliq davlatlar orasida yuz berayotgan rayon xalaqtalik jiddiychiliklarning har kuni dugudek eshib berish natijasida Amerika bu rayonda Shimoliy Koreya qarshi urush aeroplanlari bilan cho'ng ko'lamda urush manevri olib borgan. Sharqiy va Janubiy dengizdagi Xitoyni asos qilgan davlatlar orasidagi ziddiyatlarning kun sayin eshib berishiga ergashib, bu yerdagi urush signali eng yuqori chekka chiqdi. Xitoy, Yaponiya va Hindiston orasidagi ziddiyat, Koreya jiddiychiligi Amerikaning bu jihatdagi ogohlantirishlarga qo'shilib, odamni cho'chitgidek manzara ko'rinmoqda. Amerika Tinch okean armiyasi qo'mondonlik markazidan e'lon qilingan bayonotda bu manevrning Shimoliy Koreya 3-iyul va 29-iyul kunlari elib borgan qit'alar aro ballistik boshqarilgan bomba siniga qarshi elib berilganligi bildirilgan. Uningdan boshqa yana aeroplanlarning Yaponiya havo tavalligiga kirganda Yaponiyaning F-2 tiplik kurash aeroplanining qatilganligi. Janubiy Koreya havo tavalligida bo'lsa, Koreyaning F-15 tiplik 4 dona kurash aeroplanining qatilganligi. Aeroplanlarning Koreya yarim orolida nihoyat past uchganligi tilga olingan. Amerika prezidenti Trump Shimoliy Koreyaning bir oy ichida 2 qitim qit'alar aro ballistik boshqarilgan bomba siniqi elib borganligi munosabati bilan Xitoyni og'ir tanqidlagan. Trump so'zida Xitoy meni bak umidsizlantirdi. O'tmishdagi aqlsiz rahbarlarimiz bir yilda necha milliard dollarlik tijorat qilishga ruxsat berdi. Ammo Shimoliy Koreya to'g'risida hech qanday ish qilmadi. Endi buning bundan keyin ortiq davomlashishiga hargiz yo'l qo'ymaymiz. Aslida Xitoy bu masalalarni nihoyat osonla hal qila oladi deganlarni bildirgan. Xitoy Hindiston askarlarini tutqun qildi. Xitoy o'z chegarasiga daxl tarz qilganligini da'vo qilib, 40 nafar Hindiston askarini tutqun qildi. Turkiyada chiqilgan Milliy gazetning 2 avgust bergan xabariga qaraganda, Xitoy Hindiston askarlarini chegaraga buzg'unchilik qildi deb ayblagan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi tomonidan bu haqda berilgan bayonotda Xitoyning Donglang va Hindistonning Sikkim rayoni orasidagi chegara liniyasining Hindiston armiyasi tomonidan daxli tarzga uchirganligini qattiq ayblaydiganligi bildirilgan. Berilgan ma'lumotda 1890-yili Xitoy va Angliya orasida elib berilgan kelishim orqali bekitilgan chegara liniyasiga bu yil 6-18 kuni 270 nafar Hindiston askari tomonidan buzg'unchilik qilinganligi va hozirgacha chegara liniyasiga buzg'unchilik qilgan Hindiston askarlari sonining 4'ni oshganligi. Bulardan 40 nafarining Xitoy bexatarlik qo'g'dash kuchlari tomonidan tutqun qilinganligi bildirilgan.
Bayonotda yana Hindiston askarlarining chegara buzg'unchiligida 2 dona to'pi ittirish mashinasi bilan Xitoy chegarasidan o'tganligimi tilga ilingan bo'lib, buningda aloqador suratlar berilgan.